Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda boshlangan bir haftalik ob-havo prognozlarini e'tiboringizga havola etamiz. Agarda yangi bo'lsangiz kanalimizda obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 11-17 may kunlari ob-havo qanday bo'ladi? Gazeta sharhi. O'zbekistonda hafta quruq kechib, haroratning asta-sekin ko'tarilib borishi kuzatiladi. Hafta boshlaridagi biroz salqinlik dam olish kunlariga borib yana issiq va quruq ob-havo bilan o'rin almashadi. Yakshanba kuni hatto +40 darajagacha issiq kuzatilishi mumkin. Ushbu sharh O'zgidrometning qisqa va o'rta muddatli ob-havo prognozlari asosida tuzilgan bo'lib, u bevosita ob-havo prognozi emas. Bu kabi sharhlar ob-havo byurolarining prognozlaridagi raqamlar, hodisalarni oddiy tilda tushuntirish imkonini beradi. Ayrim nuqtalarda O'zgidromet hali taqdim etishga ulgurmagan axborotlar xalqaro ob-havo prognozi markazlarining ma'lumotlari bilan to'ldirilgan. Bu ham prognozlarni sharhlash amaliyotida tasdiqlangan samarali usuldir. O'zbekiston may oyining ikkinchi haftasi boshlarida Qozog'istondan o'tayotgan va markazda atmosfera bosimi 1030 GPa gacha ko'tariluvchi antisiklon janubiy chekkasi ta'sirida qoladi. Ushbu jarayon ayni davr uchun kunduzlari mo'tadil, tun va tongda etni junjiktiruvchi sovuqlik muhitini taqdim etadi. Antisiklon chekkasi hafta o'rtalariga borib hududlardan butunlay chekinadi hamda uning o'rniga Turkmanistondan past bosimli issiq ob-havo sharoiti kirib keladi. Dam olish kunlariga borib harorat cho'l hududlarida yana +40 daraja issiqlikkacha qaytadi. Bir so'z bilan aytganda, hafta deyarli quruq va haroratning asta-sekin bosqichma-bosqich ko'tarilib borish tamoyili bilan kechadi. Joriy hafta ish kunlari respublikaning katta qismida hafta boshlaridagi biroz salqinlik hisobiga me'yor atrofida o'tishi oydinlashmoqda. Xorijiy ob-havo byurosi ma'lumotlarida ham haftaning ish kunlarida o'rtacha 5 kunlik harorat qiymati Qizilqum shimolidan tashqari ko'p yillik iqlimiy me'yor atrofida va undan 1 daraja yuqori bo'lishi keltirilgan. O'zgidrometning hafta kunlari uchun tuzgan prognozlariga ko'ra, haftaning dushanba, seshanba kunlari vodiy viloyatlari va tog'larda qisqa muddatli yog'inlar kuzatilishi mumkin. Haftaning boshqa kunlari joylarda quruq ob-havo kuzatilib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Hafta boshlarida kunduzlari biroz salqin ob-havo, hafta o'rtalarida yana issiq muhiti, dam olish kunlari esa +40 daraja issiqlik kuzatiladi. Demak, hafta boshlari kunduzlari respublika bo'ylab +25, +30 daraja issiq bo'lsa, chorshanba, payshanba kunlaridan +30, +35 daraja, payshanba kunidan Buxoro, Navoiy viloyatlarida, juma kunidan janub viloyatlarida +38, yakshanba kuni esa hatto +40 darajagacha issiq kuzatilishi mumkin. Tungi harorat qiymatlari ham shu tamoyilda o'zgarib, hafta boshlarida tunda harorat minimumlari +10 daraja, tog'larda +5 darajagacha pasayadi. Hafta oxirlariga borib ko'plab viloyatlarda harorat minimumlari +20 darajagacha issiq harorat qiymatlarini taqdim etadi. 13-14 may kunlari havo oqimlarining o'rin almashinish payti cho'l hududlarida kuchli shamol va ehtimoliy chang bo'ronlari ko'tarilishi mumkin. O'zgidrometning boshqa bir axboroti hamda Yevropa o'rta va uzoq muddatli ob-havo prognoz markazining prognozlariga ko'ra, joriy hafta ko'p yillik may oyi o'rtalariga xos hafta harorati kabi o'tadi. Faqat Sirdaryo va Farg'ona aholisi biroz salqin haftaga guvoh bo'ladi. Yog'ingarchilik kesimida esa respublikaning markaziy qismlaridan tashqari joylarda quruq hafta bo'lishi, ayniqsa
tog'larda bu holat kuzatilishi yaqqol ko'ringan. Shunday qilib, joriy hafta quruq va asta-sekin haroratning ko'tarilib borishi fonida qulay o'tadi. Ushbu maqolaning to'liq shaklini gazeta.uz saytidan o'zingiz batafsil o'qib olishingiz yoki bo'lmasam ekranlaringizdagi yozuvlardan ham videoni sekinlashtirib o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba gazeta.uz sayti.